To'nfilarim, ovqat yeymisanlar, qizim? Yeymiz ada, dunyoda insonlar hamma har xili. Bizani bir xil deb aytishadi-da. Ikkala qo'limiz ham. Men ko'rinishimiz bir xil bo'lsa ham, ikki xil-da. Odamzod usti bilintirmaydi, ichi bilintiradi hamma narsani. Daxlligi bormi, g'ayrligi bormi, yo hasad bilan, yo havas bilan qaraydimi, uni bilmaysanlar. Tortishib qolasizmi? O'sha payt jahl ustida hech qachon aloqani uzib yubormalaring deb o'rgatardingiz yoshligimizdan. Aloqani uzish yengil, lekin uni tiklash naqadar qiyin. Tiklash qiyin. Jahl chiqqanda aql ketadi. Aql bilan ish tutmasang, unda ham berib qo'yadi. To'nfilarim, yuzlar yanada yaltirlashib ketadi. To konditsioner yoqligidan qurib ketmadi. Biz kuni bo'yi o'qitimizni damlantirib turmasak, O'zbekistondagilar lekin qanaqa yashashadi bilmadik. Bizda konditsionerdan qurib ketadi, damlantirib shunaqa altirab o'ynamiz. Bir eslaringdami bir narsani aytib bermoqchi eman. Jasur bor edi, rom qilgan. Bitta yo'ldan chiqib ketib qolib, ikkinchi yo'ldan kirib kelganda qo'rqib ketgan Jasur. Bilmasdi-da ikkita qizdek, bir xil egizaklar. Menga turmushga ketdi, qiz nariyoqqa ketdi deb bir payt men yo'ldan paydo bo'lib qoldi. Desa bo'ladimi? Bunday meni qiziqtiradigan savol bo'ladi. Keyin baribir vaqt bermay vaqt o'zini soat kelgan, lekin baribir adeli bo'lasanlar, majbur bo'lasanlar. Ada, u keyini bizga ham qiziq. Qiynalib qolmaysanlarmi? Ham o'zimga o'zim savol beraman-da shu.